Assalomu alaykum. Qadrli podpисчиклар, mana yana keldim qozonxonaga. O'tgan safar ko'rsatgan qozonxona mana asta-asta navbati bilan kelyapti. Bugun Xudo xohlasa SB3 mana bunga bosh miyasini taqamiz, mana kontroller. Qarab turinglar, videoga qanday ishlatishni ham ko'rsataman. Mana Xudo xohlasa ochib oldik. Buni ichida nima bor? Mana bu kontroller bor. Bu yoqqa taqiladi. Погодозависимый datchik bor, ko'chaga qo'yiladi. Mana simi и pulti bor. Bluetooth orqali boshqariladi. Mana bu narsa bunday qo'yiladi. Bluetooth orqali boshqaradi temperaturani. 3 xil rejimda ishlaydi. Endi biz uni bitta rejimini qo'yib beramiz. Xudo xohlasa bitta, ikkita, uchta, to'rttasiga ilamiz. Bular teplый pol bo'ladi. Bulardagi oddiy bo'ladi mana bundan. Mana bu ham teplый pol bo'ladi. Bunga ham taqiladi. Xabardor bo'lib turinglar bizning kanalimizdan. Kotelnimiz juda katta, hali bitmagan, bir 75% bitdi. Sizlarga yangiliklar ko'p, ko'rasizlar qanday bo'ladi. Hozir mana ishlab turibdi hammasi. Hammasi ishlayapti mana. Bundan so'ng ishlayapti. Xabardor bo'lib tursalaring, yangiliklar ko'p. Hammaga sog'lik, salomatlik.